66 million yil oldin yer yuzida dinozavrlar hukmron edi. Bu gigantlar o'z davrida dunyoning barcha burchaklarini egallab, ekosistema va hayot tarzi qanday bo'lishini belgilashgan. Ammo bugungi kunda biz ularga qanday qaraymiz? Dunyoda qanchadan qancha kitoblar, filmlar, hujjatli lavhalar bor, lekin dinozavrlarning haqiqatini to'liq anglaganimizni aytish qiyin. Ular haqiqatan ham bizning tariximizning bir qismi edimi yoki ular faqat bizning tasavvurlarimizmi? Ularning borligi shunchaki ilmiy fantastika bo'lib qoladimi? Boshqa tomondan ilmiy kashfiyotlar va to'plangan dalillar bizni doim yangi sirlarni ochishga olib boradi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Kensayt. Bugun biz dinozavrlar mavzusini batafsil o'rganamiz va ular haqidagi eng qiziqarli ma'lumotlarga nazar tashlaymiz. Haqiqatan ham dinozavrlar bo'lganmi yoki bu shunchaki yolg'onmi? Shularni bugun birgalikda aniqlaymiz. Ba'zi dinozavrlarning uzunligi 30 metrga, vazni esa 50 tonnaga yetgan. Ular osmonda qushday ucha olmagan, lekin yerda hukmdor edi. Bugungi kunda biz ularni faqat muzeylarda ko'ramiz, ammo ularning hayoti, shakli, ovozi haqidagi bilganlarimiz aslida haqiqatmi yoki bularning hammasi yolg'onmi? Savol tug'iladi. Ular rostdan ham yashaganmi? Biz ularni to'g'ri tasavvur qilyapmizmi? Ko'pchilik dinozavr suyaklari Amerika, Xitoy, Kanada, Argentina kabi mamlakatlarda topilgan. Ba'zi joylarda minglab suyaklar bitta hududda topilgan va bir xil qatlamda joylashgan bo'ladi. Bu esa ko'pchilikni hayratda qoldirgan. Nega aynan shu joylarda? Nimaga boshqa hududlarda, masalan Markaziy Osiyoda bu darajada suyaklar topilmagan? Bundan tashqari ba'zi suyaklar bir-biriga umuman to'g'ri kelmaydi. Shunda olimlar ularni turli jonzotlardan yig'ib, bitta xayoliy hayvon yasashadi. Bu ilmiy fantaziyaning 70% to'g'ri deb aytishadi. Zamonaviy paleontologlar dinozavrlarning ko'rinishini, terisini, hattoki rangini ham taxmin qilishadi. Ba'zilar ularni to'q yashil, ba'zilar esa rang-barang patlar bilan tasvirlaydi. Ammo bu ranglar qayerdan kelgan? Aslida hech bir suyakda rang saqlanib qolmaydi. Bu shunchaki taxmin. Xuddi shunday dinozavrlarning tovushlari ham to'liq o'ylab topilgan. Filmlarda dinozavrlarning ovozini vahimali qilishadi. Bu asosan yo'lbars va fil tovushlarining aralashmasi. Shunday ekan biz eshitayotgan va ko'rayotgan barcha narsalar ilmiy haqiqat emas, shunchaki olimlarning taxmini. Ba'zi mustaqil taqdidotchilar aytishicha, dinozavrlar haqidagi butun tushuncha 18-asrda boshlangan katta ilmiy yolg'on bo'lishi mumkin. Qiziq joyi, eng birinchi dinozavr suyaklari topilishidan avval odamlar bu jonzotlar haqida hech narsa bilishmagan. Shu paytda savol tug'iladi: agar bu jonzotlar haqiqatan ham mavjud bo'lgan bo'lsa, nega qadimgi Misr, Xitoy yoki Rim yozuvlarida ularning izlari yo'q? Agar ular odamzoddan million yillar oldin yashagan bo'lsa, demak ularni tasvirlashga hech kim ulgurmagan. Ammo nega biz ularni hozir mukammal chizib, hayot tarzini tasvirlayapmiz? I don't know. Sanoat va pul o'yini kimga foyda? Bugungi kunda dinozavrlar bu nafaqat ilm-fan, balki millionlab dollarli industriya. Filmlar, o'yinchoqlar, attraksionlar, bularning barchasi odamlar ishonishiga asoslanadi. Agar ertaga dinozavrlar hech qachon bo'lmagan deb isbotlansa, bu butun sanoatga qattiq zarba bo'ladi. Shu sababli ham ba'zi olimlar bu mavzuni shunchaki tashlab qo'yishmaydi. Chunki bu nafaqat fan, balki katta pul o'yini. Nega bu mavzu biz uchun shunchalik muhim deb savol berishingiz mumkin. Dinozavrlar bizning o'tmish haqidagi tasavvurlarimizni belgilaydi. Agar ular rostdan ham mavjud bo'lgan bo'lsa, bu yer tarixidagi eng katta sir bo'lishi mumkin. Ammo agar ular hech qachon bo'lmagan bo'lsa, bu insoniyat tarixidagi eng katta yolg'on. Va bir savol bizni doimo qiynaydi. Biz haqiqatni bilamizmi yoki bizga ko'rsatib qo'yilgan haqiqat deb taqdim etilgan kino sahna ichida yashayapmizmi? Yakuniy savol: siz nimaga ishonasiz? Dalillar yetarli, ammo har biri savol ham tug'diradi. Dinozavrlar haqidagi ma'lumotlar sizga ishonchlimi? Ularning mavjudligiga ishonasizmi? Siz o'zingiz ko'rmagan narsa haqidagi haqiqatni qayerdan bilasiz? Dinozavrlar haqiqatmi yoki yolg'on? Bu savolga faqat o'zingiz javob bera olasiz. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga ko'rishguncha xayr.